universiteti bo'lsa, bog'chasi bo'lsa, maktab bo'lsa, Salom markaziy obunachilar bugungi kunda Urganch shahri Elbeyli ko'chasida 4 qavatli binomiz 3-qavatida hamma sharoitdagi 2 xona kvartira arzon narxda sotiladi. Zudlik bilan obunachilar. Narxi 345 million so'm. Doğrumuz Xorazm Palas. Aslında kvartira icra beriladi. Mekanın merkezdeki doğrumuz ise Dekkanbo'da bu tamam Medius obunachilar. Yine Medius zdaniyasi görünüp turibdi. Xullas, zo'rida joylashgan transportning muammo bo'lishi mumkin. Yine taşkı muhları, bu birinci kavatlar hemmesi natura bu ketgan. Hozir kunda faoliyati kutildi. Neydi Mir Cafe Salon Krasata. Obunachilarimiz yine görüşürüz. Dum güzel. Karam yağmı yağmayımı deb turdi. Berimiz yine o'zlarimizni ular yine ajoyib soatxona eskidan beri yotib izlaymiz. Esa chala bilan tushuntirib o'tsak. Yine obunachilarimiz kvartirani bismillahirrohmanirrohim deb obzor etsak. Xullas, ko'cha lokatsiyani tushuntirib o'tdik. Xorazm Palas 20 inson bolalar bog'chasi, shaharning markazi maktabi bog'chasi shu yerda joylashgan. Xonalarimiz chiroyli deb neobычный remont etilgan. Hattoki simlarni ham o'zgartirilgan ekan. 0 dan simlarni o'tilgan ekan. 44 metr kvadrat 3-qavatda joylashgan. Do'q konturli katyolar ega. Qarasa, bismillahirrohmanirrohim deb obzor etsak. Glavniy ishlar o'zgargan, demir eshik, simlarni ochib o'tdik, fonini hamma o'zgargan ekan. O'ng tarafimizda oshxonamiz joylashgan ekan. Gaz plitasi yep-yangi, холодильник ham kuxonamiz ham yep-yangi. Vitechkalarimiz ham bor. Yunus xonamiz eshiklari ham bu yana MDF eshiklarimiz obunachilar. Imtiyozimiz bu yerda joylashgan ekan. Bir student kvartira vermaga dumzo'r Pokiston, Hindiston shu yerda joylashgan. Xullas, Medin shu yerda Airfield katyor oynamiz o'zgargan. Binomiz ish холодильникimiz olib ketadi. Burizov firmali холодильник. Radiatorlarimiz, mehmonxonamiz verandadan qo'shilib neobычный o'tilgan ekan. Patologlarimiz yine gipsakordan dekoratsiyasi o'tilgan. Internet tarmog'i ulangan, oynalar o'zgargan, konsertimiz artel o'zimiz mahsulot. Lustrasi, galagini bu yerda yo'shanki ledlari bor, xullas. Endi spalniga o'xshagan mumkin. Spalnimizdan bu yerda yana ajoyib 2 odamli spalnimiz bor ekan. Bu garderob xonasi obunachilarimiz. İşte sandık alıp gidiyor. Fakat холодильник bilen işte sandık alıp gidiyor. Narxınca so'm obunachilar, narxi 345 milyon so'm, 60, 70, 50 demeli 345 milyon so'm baholandik. Yine bir adreslerini eslatib o'taman. 20 inson bolalar bog'chasi obunachilarimiz o'zlaringiz nomida bemalol o'zlaringiz bilan aloqada chiqib savdolashaveramiz. Ko'pi 1 so'm 2 so'm qaytalar. Kommunallardan 1 milyon 2 milyon so'm lishniy pullari deb obunachilar. Nisabana. Sağ olun.